Ibodaga skvat yopishni o'rgating deganlar uchun video. Bu videoni ko'rganlaringdan keyin aniq skvat yopasizlar demayman, chunki hech qanaqa strategiya 100% ishlamaydi. Shunday ekan, hozir ko'rib turgan videolarimda bir skvat yopishni emas, bir skvat kiyganda nima qilishni o'rgataman. Ana go. Eshitib turganlaringda menga chap tomondan 3 yoki 4 kishi push qilyapti. Uchalasi ham bir tomondan kelayotganini hisob qilganda close fightda agar uchalasi ham birdan chiqib qolsa, men hech narsa qila olmayman. Shuni menda bor granata va shundan foydalangan holda bitta yoki ikkitasini og'dirib olishim kerak. Va yana uchalasi bir tomondan kelayotganini evaziga men devorga rakashat qilib granatani otadigan bo'lsam, hech bo'lmasa bittasi tushishi aniq. Vaziyatni ko'rganlaringda bittasi granatani nok bo'lgandan keyin ikkinchisi nima qilishni bilmay qoldi. Uchinchisi esa turgan joyida to'xtadi. Endi nima qilish kerak? Molda push qilish kerakmi yo u qulay pozitsiya tanlab oldi. Uni joyidan qo'zg'atish kerak. Shunchaki kichik harakat. Sherigi ko'zini oldida granata nok bo'lgandan keyin bu ovozni eshitib ham jim tura olmaydi. Hozir pozitsiyasini o'zgartirayotgan joy bizga to'g'ri keladi. Endi push qilsa bo'ladi. Chunki dumaloqda oldida turib yursa, kallasi odamga qo'yilgani ko'rinadi. Agar o'tirib yursa eshitasizlar. Video sizlar uchun qanaqadir foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyga shunchaki OK so'zini yozib, bir skvat kelganda sarosima tushib qolgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Va endi sizlar bir tomondan 3 kishi kelganda nima qilishni bilasizlar. Hammaga omad. Qani go livikda ko'rishguncha.